To'xtang. Men sizga ko'pchilik dorixonalar aytmagan ma'lumotni aytib o'taman. Magniy elementi asablarimizni sog'lomligini ta'minlovchi, yurak va mushaklarimizni mustahkamlovchi elementlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dorixonalarda magniylarning turlari ko'payib ketdi. Kelinglar sizlar bilan shu turlari haqida gaplashib o'tamiz. Magniy sitrat o't tufayligida muammosi bo'ladigan insonlarda, qabziyat kuzatiladigan, oshqozon ichak hazm qilish buzilishlarida magniy sitrat tavsiya qilinadi. Magniy tavrat yoshi katta insonlarga tavsiya qilinadi. Qon bosimi, yurak-qon tomirlari sistemasida qandaydir kasalliklar bo'lgan bemorlarda tavsiya qilinadi. Magniy glitsinat aynan asabiy xonimlar uchun tavsiya qilinadi. Magniy B6ning turlari ko'p, hammasi bir xil ta'sirga ega. Homiladorlik va emiziklik davrida bemalol doktor ko'rsatmasi bilan ichilsa bo'ladi. Shuni aytib o'taman, kimlarga tavsiya qilinmaydi. Magniy B6 kista miomasi bor va buqoq kasalliklarida o'smasi bor insonlarga tavsiya qilinmaydi. Bunda ichish mumkin. Magniy rod tavsiya qilinadi. Magniyning barcha turlarini Mirzo dorixonasidan topsangiz bo'ladi.